Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirlik dünyanın her qaysi çaylardaki barlık Uygur kırımdaşlar. Hazır biz Kur'an'dan Nezer namlıq programınınki 13. sanıda Ustazımız Kerem Zahir Efendi bilen birge devletçilik toğruluk ikinci dersimizde söhbetimizde birlikte elip barımız. Aldığınız saatlik dersimizde biz devletninki nimi üstüde kurulduğanlığı, toğruluk, yani tevhid, adaletini berpa qilish, merhamet, liyakat, yani ondan başka meşveret. Bu sahalada biraz toxtaldık. Ondan keyin biz bu saatte ustazdan işki siyasetini devletni kurulgandan keyin bununki taşqi siyaset qandaq buludu. Bu toğruluk bizge Kur'an'dan qandaq bilimlerini bizle ortaklaşıdı. Ustazdan günümüz. Qine Kerem Zahir ustaz qandaq havalar yaxşabdan turdu mu? Aleykümselam. Qandaq havalar etçiman turdular. Allah'a şükür. Rozuramıza labda ötatam da. Yaxşı Allah'a şükür. Şu Ramazan münasibeten biraz ilgisi olup kaldı. Dersin saatinin vaxtlarım üçün. Qadirli Kürümben qeyrindaşlar keçürgesili. Şu ustaz ötken saatte devletinin nime üstüde kurulduğanlığı, işki siyasetlerinin qandaq bulduğanlığı sözlep. Yani bu saatte biz taşqi siyaset meselesini, diplomatik münasibetini bu saatke kaldırıp koygan. Özleri qandaq bizge yaxşı narsani tayyorlab keldilar. Assalamu alaikum. Dünyanın yaxşı yerleri hörmetli qeyrindaşlar. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Aleykümselam. Kur'an aşı bir adamdan başlap bir cemaat, bir cemiyet yoki bir partiye, hatta bir devlet, hatta imperiyatni tartib bütün dunyochilik insaniyet cemiyetini idare qilish usullariga o'zi chek qo'ydigan, usul nim qiladigan, barpo qiladigan yoki usulni o'tirib qo'ydigan deymiz. Bu shunday bir kitob. Şu qatorda endi Peygamber alayhissalomning zamonasida, undan burun payg'ambarning zamonasida ko'pincha o'rinlarda jamoat, jamiyat, qabila yashaydigan unda bir vaqtlar bo'lgan. Qur'oni Karim shu zamonlar tushgan bo'lg'achqa arab yerimi arildi. Nurg'un odamlar bor. Qur'oni Karim unda davlat qursa, davlatni qanday boshqarish degan narsa bo'lmaydi. Unda emas. Qur'oni Karim asosan jamiyatni kontrol qilish, jamoatni kontrol qilish, ya'ni har bir shaxsni tortib jamiyatni kontrol qilish qilgan vaqtda qanday kontrol qilishni o'rgatadigan bir kitob. Endi bu davlat imperialning hammasi bir jamiyatdan tarkib topgan narsa bo'lg'achqa, ya'ni jamiyatniki bir qancha jamiyat yoki bir qancha yuz jamiyatlarniki birlashishi bilan vujudga keladigan bir narsa bo'lg'achqa davlatlar cho'ng kichiklik qarta. Qur'oni Karimdagi shu jamiyat qo'ygan o'zi usul, tartib yoki bo'lmaydi, cheklamalar shu davlatlarga ham to'g'ri keladi. Chunki Qur'oni Karim u qadar cho'ng narsani maqsad qilgan kitob bo'lg'achqa, shaxsiyatni tortib imperiya butun hozirgi vaqtdagi 8 milliard insonniki hammasiga o'rtaq bir o'zi, ya'ni bir usulning o'zini o'tirib qo'ygan bir kitob. Shuning uchun biz keyin uni nemisli Payg'ambar alayhissalom olib bo'lgan jarayonlarni so'zlaymiz. Hozir endi bu tashqi siyoset, o'tgan ichki siyosatni so'zladik. Asosan tashqi siyosatdami? İchki siyosatda olib berilgan qadamlar olib berildi. Misol, ichki siyosatda devletning ichidagi butun fuqarolarning o'zi bir-biri bilan lakum dinukum valiyadin qoidasi bo'yicha hamma odamning e'tiqodi o'ziga la yaskhar qavmun an qavmin degan oyatniki maqsadiga asosan har millat o'zi bir millat bo'lib yashash bilan birga boshqa bir millatni haqoratlamaslik, uniki muqaddasotlarni haqoratlamaslik, kamsitmaslik shart ostida davlatda bir insonlik nuqtasidan birga yashashni maqsad qilib.
Endi bu tashqi siyosatchi degan vaqtda tashqi siyosatdimi? Yana shu oyatlar kuchga ega bo'lib, sirtdagi mamlakatlar bilan olib berilgan siyosatda, diplomatik munosabatlarda insonlik nuqtasini olib berildi. Masalan, biz o'zimizni misolga olsak, biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan faqat musulmonlar bilan munosabat olib boramiz, musulmonlar bilan o'z ish birligi olib boramiz deyishimiz bizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni biz vatanni mustaqil qilish jarayonida qanday bir insonlardan foydalanish, ya'ni foydalana olsak, uning munosabatni yaxshi o'rinta olsak, ashundan foydalanish orqali vatanni mustaqil qilish, u yerga zulmni to'xtatish, adolatni barpo qilish va u yerlik insonlarniki eng oxirida barobarligini vujudga chiqarish. Mush nuqtaga bag'ich oraliqda butun o'z atrofimizdagi bizga ko'ngil bo'ladigan yoki biz uningga dardimizni aytsak, bizga yordam beradigan har qanday insonlardan yoki har qanday mamlakat, har qanday tashkilotlardan foydalanishga bo'lganligini bildirdi. Bunda Alloh taolo Qur'oni Karimda o vaqtda qabila bo'lg'ashqa bu oyat shunga to'g'ri keldi. Hozirgi davlatlarga buni tatbiq qilsak bo'ladi. Sura Ali Imrondagi 64-oyatida Ya ahlal kitab qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum alla na'budu illallah va la nushrika bihi shay'an va la yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah degan mush oyat orqali bayon qiladi. Ya'ni bu nimani bildirdi desa, hamma inson Alloh taolaning oldida birsi o'z yuqori darajalik, birsi to'van darajalik inson emas, Allohning oldida hammasi Alloh yaratgan inson ekanligini. Allah'nınki bendesi buluşta hemmisindeki o'xshash ekanligini bildirdi degan gap. Mayli ahli kitoblar, yani Yahud Nasaralar olsun, mayli Buddistlar olsun, mayli mushriklar olsun, mayli musulmonlar olsun, Allah'ның oldida hech birisi yana birisidan o'zi ortiq emas degan gap endi. Mushu nuqtada aytgan vaqtida misol biz munosabat qilgan vaqtida o'zimiz bir davlat bilan munosabat qilgan vaqtida ma'naviy munosabat qilsam, menga mandaq jihatdan yaqin degan maqsadda undan foydalanmasam, ashuni o'zini atab turib olish bu xato degan gap. Masalan, buningda Payg'ambar alayhisolamdagi mushu Toifga borgan bir nemisi voqealik so'zindi. Toifga da'vatga borgan vaqtida Toif xalqi Payg'ambar alayhisolamni toshbo'ron qilib qo'g'layotgandan keyin Payg'ambar alayhisolam Makkadan bir mushrikni chaqirib, shuniki himoyasiga kirib, Ka'bachilik berib olganligi bu mushrikniki o'zini shu yerdagi o'zi qolgan mushriklar sen Muhammadniki diniga kirdingmi yoki sen buni himoyangga oldingmi degan vaqtda men buni himoyamga oldim degan vaqtda u mushriklar biz sizniki himoyangni e'tirof qilamiz deganligi haqida shunday bir voqealik bor. Bu nimani bildirib degan vaqtda biz o'zimizni qutqizish jarayonida hozir biz o'zimiz bilan birga millatimizni, davlatimizni qutqizish bizda cho'ngroq bir nishonlar bor. Bunday vaqtda biz qanday qilamiz degan vaqtda bizga yordam qila oladigan davlat yoki millat kim bo'lishini qat'iy nazar undan yordam edish, uning bilan hamkorlashish o bizga bo'ladi degan gap. Ya'ni bizga o'zi yo'lliq mana aytgan vaqtda Alloh taolo shu oyatning mazmuni asosan dunyoda insonlar bir-biri bilan munosabat qilgan vaqtda insonlik nuqtasidan munosabat qilish. Diniy nuqtadan emas, insonlik nuqtasidan munosabat qilishning o'zini o'tirib qo'ygan bo'lg'achqa biz dunyoda har qanday bir insonni inson, mayli Yahudi bo'lsin, mayli Xristian bo'lsin, yo Buddist bo'lsin, yoki musulmon bo'lsin, musulmonning shiyasi bo'lsin, sunnisi bo'lsin, qanday bo'lishini qat'iy nazar biz o'zimizga shu o'zi insoniy nuqtadan bir foydalana oladigan bir nimaning o'zini tepib, shu nuqtadan o'z foydalansak, bizga yo'lliq bo'lganligi, biz diplomatik munosabatda hech qanday din, hech qanday millat orishniki, hojatning yo'qligini bildirdi. Yani bir o'zi nima bor? Payg'ambar alayhisalom zamonasida Payg'ambar alayhisalom hattoki Yahudlardan chapan, ya'ni zir chapandan do'q
Şundaq bir nərsinin özünə sağlık, cemdeki ariyatga ep tuğanlığı şundaq bir özü nemi var. Hem de şundaq bir Peygamberimizin tarixi açtaq nəsi var. Bu nemi tutturdu deyə vaxtda hazırki degan gapni nemi qildi, ta'kidlaydi, yani kuchlantirdi. Mana shu vaqtda hech bir zaman bundaq ishlarda kishilar bilan dushmanlashishning o'rniga amalning baricha yaqinlashish, ular bilan do'stlashish, uning dinini surishtirib qilmaslik nuqtasidan yaqinlashish orqali unga yaxshi ta'sir berish, yaxshi munosabat qilish taraflarini ko'rsatadi. Yani bu munosabat mana shu hozirgi hamda diplomatik munosabatlarga bizni qanday bir davlat bilan, mayli g'arb davlatlari bo'lsin, mayli islom musulmonlar yashaydigan mamlakatlar bo'lsin, mayli buddistlar yashaydigan mamlakatlar bo'lsin, diplomatik munosabatlarimizda biz da'voyimiz uchun hech qanday bir davlatni undan o'zimizniki shu da'voyimizga manfaat bo'lgan ishni qila oladigan bo'lsak, manfaatni ola oladigan bo'lsak, bunga munosabat qurishniki hech qanday o islom dinida cheklanmaganligini Allah Teala hattoki yo'l qo'yganligini mushuni biz ko'rib olaymiz degan. Yani tashqi siyosatda bu shunday endi. Biz o'zi musulmon, g'ayrimuslim yoki buddist ham bu degandek bundaq banolarni tepish emas, uni qanday o'zimizga bir foyda keltirib, o'zimizni qutqizish ishlariga shunday yo'l tutsak bo'ladi degan ma'no chiqardi. İkincisi bu yerda bu rehberlere, yani devlet rehberleri bir yerde vaqtida her xil so'rovlar o'tirib qoldi. Ayollar bilan hattoki qo'l elishib ko'rishadigan mag'arib undaq narsa nihoyatda nima endi kam ko'rishadigan bundaq ishlar bo'ldi. Bu ishlarning o'ziga nurg'un odamda bu harom, ko'chirib shundaq o'zi sözlerini anladık. Ama Kur'an-ı Kerim'de فَمَنِ اِسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ Allah haram babında zörür buqağa vaxtda bir nəsli, bir haramın özüne işiltiş, yani yiyiş, boşaş işleri zörür buqağa vaxtda zörürət sebebinin o nəsini yiyse o adamda günah olmaydıqanlığı, yani mubah haletke düşüdüqanlığı Kur'an-ı Kerim'de bayan kılındı. Bunu usul fiqhida az-zururatu tubihul mahzurat degan bir ibora bilan sharhlaydi. Ya'ni shu faman istura g'ayra bag'in wala adin fala isma alay deganda bir umum qoida kulli deydi arabchada, bir qoida kulli bo'lganligi uchun ya'ni zarur bo'lgan narsani qilish jarayonida ba'zi haromlarning o'ziga to'g'ri kelib qolgan vaqtida u harom u zarur bo'lgan narsani qilish uchun mubah holatga keladi degani bildirdi. Yani zarurat, mahzurat, hazar qilish tegishli bo'lgan narsani mubah holatga tushirdi degan bo'ldi shu. Az-zarurat tubihul mahzurat degan. Bu doğruluk şu qo'l tutib ko'rishish to'g'rilikmi? Şu Hizb-i Tahrir'ninki faoliyatlerde bo'lgan men burun o'tendiki vaqtlarimda. Şerda bu kitaplarda bormi shu ayollar Peygamber Aleyhisselam beyat qilgan vaqtida, Peygamberimiz beyat olgan vaqtida ayollar qo'lini bergan Peygamber qo'lga qo'ygan deb ashyadan keyin u qo'l tutib ko'rasizmi, bir narsa bo'lmaydi deganni chiqardilar-ku, olimlar. Endi shu Peygamber Aleyhisselam ashishni qilgan bo'lsa, u ish bizga ko'rsatgan bir shariat emas. Peygamber Aleyhisselam muşahada okuyan ayet asasen şu işi kıldı diye. Allah Teala yol koygan muş özü, muşu kösetken muş yol asasen Peygamber Aleyhisselam şu işi kıldı diye. Eğer Allah Teala bunu körüşü bulmaydı diye olsa Peygamber Aleyhisselam körüşüken buladı. Şunun için Peygamber Aleyhisselam Allah Teala muş yolunu koydu. Peygamber Aleyhisselam adıyken de körüştü. Yani bu yerde dikkat kılgan bir nokta var. O neymi diye vaxtda Körüşken vaqtida o fotoğrafındaki gözünün balağını qarab o'zi shahvoniy niyatda bo'lish bu to'g'ri olmaydi. To'g'ri. Bu Qur'on-i Kerimda erlar ayollarning ko'zini yig'sin, ayollarmi erlarning ko'zini yig'sin, yomon niyat qaramasin degan oyat bor.
aş ayetga xilaf qilmaslik kerak. Ve bo'lgan chog'da davlatniki yoki o'zimizning vatanning da'vosiniki maqsadida ular bilan boramiz u yerga da'voni anglatish uchun u vaqtdan ular qo'lni uzatdi. Shu vaqtda biz uningga bir insoniy nuqtadan ko'rishib salomlashib qilsak, bu hech qanday o'zi gunoh bo'lmaydi degan. Talibanlarninki Xitoylar bo'lgan munosabatlarda boshqalarga hissiy yoki e'tiqodga bog'lab turib hukm qilgan gaplar bor ya, men gapimlarni nimlar anglamaydi, hech kimlar anglaysizlar. Ashuni savol qilib qo'ysanglar, tam yaxshi bo'lar deb o'ylayman. Ben nasıl diye gapni yaxshi ko'rmayman. Mening gapimni anglamaydi. Hech kimlar anglaysa va millat anglamaydi. Düşürdüm. Şu mesela Talibanlar özünün devletini küçültüşü mesela şu. Xitoy bilan bazı munosabatlar ep bordi. Bilammi ya? Bunga qanday qaraymiz mesela şu. Bu mushu Qur'oni Karimdagi mushu nuqtasini aytgan vaqtda ularni davlatni taraqqiy qildirish maqsadida, davlatni saqlab qolish maqsadida o ishni qilgani o Qur'oni Karim bilan zid emas degan gap. Ama bu yerda diqqat qiladigan bir nuqta var. Biz o'zimizning davlatini davlat turib, u yana bir davlatdagi insonlarni setib o'tish bu Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydi. Setib o'tmaslik kerak bu yerda. Hem de bizdeki hozir mana musulmon mamlakatlarda bizniki ishlarimizga kelgan vaqtida bizni setish bedeliga ba'zan mamlakatlar bizni setish bedeliga Xitoyning foydalanayotgan davlatlar mi bor? Bu o'zi insonlik ham to'g'ri kelmaydi, ammo sotmaslik, insoniyatga xiyonat qilmaslik nuqtasi bilan undan qanday o'zi foydani olsa, u Qur'oni Karim uni to'smaydi. Ammo insonlikni setib turib, u xiyonat qilib turib insonlikqa, Allohning dinini xiyonat qilib turib, musulmon manda turib, Allohning dinini xiyonat qilib turib, bunda bir ishni qilish, bu o'zi Qur'oni Karimdagi siyosiy nimalarga hech qanday to'g'ri kelmaydi. Yani bizimki zeminimizde besim olmasa, dinimizge zulüm kılmasa, dinimizge besim işletmese, şunlar mı ya? Yani canımızge, can bexatarlikimizge, kalbimizge kalp yetkizmese, biz ulardan yine yaxşı münasebet ötküzerleyimiz. Meyli o Müslüman olsun, meyli Uygur olsun, meyli Xitay olsun, her kadar bir nersi olsun, bizge muşu üç cihetten xatarlik bo'lmagan bo'lsin ham, shunday-ku? Endi davlatdagi tashqi siyosiy mana shu bir qancha nuqtalar o'z ichiga oladi. Uniki birsi sirtdagi insonlarni faqat insoniy nuqtadan muomala qilish bo'ladi. Ammo ikkinchi bir tarafi faqat insoniyatni sotmaslik yoki uning ichida bir to'plamni setib o'tish yoki uning ziyonkashlikqa ko'z yumbirish qatorliq bunday ishlarni qilish orqali o'zi undan foydalanish bu o'zi Qur'oni Karim to'g'ri kelmaydi. Qur'oni Karim buni zulm deb qaraydi. Qur'oni Karim zulmni tamoman o'zi cheklaydi. Zulmga sukut qilish, zulmga yordam qilish bunday ishlarning o'zini hammasini Alloh taolo cheklaydi. Bu Alloh taoloning cheklamasiga xilof. Buning uchun bir davlat bilan munosabat qilgan vaqtda u davlatning ichidagi odamlarni setib o'tish bedligiga munosabat qilish Qur'oni Karim cheklaydi. Bu satmaslik bedligiga qilsa bu bo'ladi degan. Başka o'taylikmi? Tamam. Yana bir taraf bor, davlatning iqtisodiy. Davlat hamda siyosat bilan, iqtisod bilan, qonun bilan o'rtatilgan bir narsa. Shuning uchun bu davlatning iqtisodiy manbasi bor. Qur'oni Karimda davlatning iqtisodiy manbasini zakat deb ataydi. Qur'oni Karimdagi bu masalan bir odam bo'lsin ya bir guruh olsun yoki bir qabila yoki bir partiya olsun hozirgi vaqtda
yoki undan cho'ng'ib davlat holatiga yetsin. Buning hammasi shuning ichilik odamlar qanday qildi degan vaqtda shu davlatni yoki shu partiyani rivojlantirish uchun zakot to'laydigan gap. Yani bu davlatniki olgan narsasi nima desa zakot. Qur'oni Karimda taqimus salatu va atu zakata degan nurg'un oyatlar keladi. Bu nima degan bo'ldi desa zakot berish orqali hamkorlashishning o'zini. Yani bu yerda Qur'oni Karim hech bir zaman bütün insanlar bir e'tiqodda bo'lishning o'zini maqsad qilmaydi. Tashabbus qiladi. Hamma odam islom dinini qabul qilishni tashabbus qiladi va lekin uni majburlamaydi. Ammo bir davlatda yashagan har tabaqadagi, har dindagi yoki har xil millatlar bo'lsa-mu, uning o'zini shu davlatni rivojlantirishda hamkorlashish, iqtisod orqali, ya'ni o'zi davlatni taraqqiy qildirishga hamkorlashishning o'zini buni buyuradi Qur'oni Karim. Ama Sure Tövbe'deki 103. ayetinde "Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ve tuzakkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum vallahu semiyun alim" degan bu ayetning o'zida Peygamber Aleyhisselam'a şu etrafındaki adamların ulaniki melidan sadaqa al. Sadaqa degani nimani bildirdisa? Sadaqa bedelsiz, qarşılıksız tölegen nərsini, bəgən nərsini bildirdi. Yani ben bir adamga bir nərsini bəsəm, onun heç qanday qarşılıq kütməsdim. Bana onun ornuq bir nərs beriş gerek, yoki meni o hörmətliş gerek, yoki olmaydı o mən neyim desem şunuğa şu gipim kiriş gerek degandek bundaq şartlar qoyulmasdan şartsiz özü berilgan nərsinin özünü sadaqa deb ataydı. Sadaqa ağın ularning melidan tutahhiruhum. O sadaqa ularning o'zini paklaydi. Yani paklaydi deganning o'zi ularniki davlatga mana vaqtida. Shu vaqtning o'zida Payg'ambar alayhisalom endi musulmonlar jamiyati degan gap, hozirgi vaqtda o'zi davlatga o'ziniki pokiz bir odam ekanligini, davlat sodiq bir odam ekanligini bildirdi va tuzakkihim va uni nafsi jihatdanmi rohatga erishtirdi. Yani davlatga bojni bergandan ba'zi bir gapni qilishga to'g'ri kelsa-mu, biz boshda o'ldik bu davlatga. Boshda o'layotsak, bizga o'zi mandaq ishga sahib chiqmadi degandek bir gapni qilishga bu o'zi haqqi bo'ladi degan gap. Bu oyatdagi Peygamber Aleyhisselam'ın suallarını soraverip, nima soraverip, ahire şununla biraz bir nime koyuş için, çek koyuş için, yoki bo'lmasa şunu bir tertip ediş için nazil olan ayet şu emasdiki. Bir sual soraşlar da nasıl sadaqa berip, o emas. O emasmi? Ha. O emas. Ve salli aleyhim. Ma'nın özde nurgun adamni bunun özüne ular dua qilib qo'y deydi ekan endi. Bu salat deganni jiq ma'nosi var. Bu yerda olgan as-sadaqaning o'zini qanday qiladi? Salli aleyhim. Ularga yordam qil. Olgan sadaqa bilan ularga yordam qil. Yana u yerda bir jamoatdan, yana sadaqa bergidek jamoatdan elib kimga berdi onu? Sadaqa elishga muhtoj bo'lgan, iqtisodga muhtoj bo'lgan insonlarga uning o'zini o sadaqadan yordam qiladi. Yordam qil deydi. Inne salataka sakanun. Seniki yordaming ularni xotirjamlikka erishtiradi. Yani iqtisod jihatdan xotirjam bo'ladi. Degan gap endi. Şunun için bu yerda nima degan vaqtida Peygamber Aleyhisselam mana mushundaq nimaning o'zini zakotini olgan vaqtning o'zidami shu yerda maxsus oylik yoki shundaq nimaga maoshdan hozirgi vaqtida yordamdan yoki oylik yordamga bog'lab shundaq qilgan ishlar bo'lgan. Hattoki Hazrat Umarning zamonasida bu texnik o'zi mukammallashib, nurg'un odamlarning o'zini maosh shundaq yordamga bog'lab ayma ay berilganga shundaq ishlar bo'lgan. Hamda zakatning o'zini qanday berildi? Zakat qanday berildi degan vaqtida zakat ma o tövende mesela Sure Tövbe'lik 60. ayetinde innemes sadaqat lil fuqara'i vel mesakine vel amilina aleyha vel muallafati kulubuhum ve fir riqabi vel garimine ve fi sabilillahi ve ibnis sabili
Faridatan minallah vallahu alimun hakim degan mush oyatning o'zida sadaqa faqirlar uchun, miskinlar uchun shu sadaqada ishlayotgan odamlar uchun, sadaqa qilishga o'zi xizmat qilgan odamlar uchun muallif qilib, boshqalarni dinga moyil qilish uchun moyil qilish uchun va firriqob qul ozod qilish uchun va qazdoni qazni to'lab qo'yish uchun va fi sabilillah va Alloh taolo ko'rsatgan boshqa yo'llar uchun. Boshqa yo'llar deganda doktorxona selish, davlat doktorxona saladi misol yo'l yasaydi, ko'rik yasaydi, maktab saladi, harbiy xarajat qiladi, ma'murlarga maosh beradi, amilin deganning o'zi ma'murlarga tushdi hozirgi vaqtda. Mushunaga ishiltiladi deydi. Ham bunaga sadaqani mushundaq bo'lgan vaqtda 8 o'rinni Alloh taolo bayon qildi. Mesela hozirgi vaqtda harbiy xarajat davlatniki, ma'muri xizmatchilarga o'zi maosh berish, o'xshash andan keyin o'zi ishsizlarga Yevropada ishtaqanda ishsizlarga ish topqichi yordam berib turdi. Bundan keyin ishlayolmaydigan qeyirlar, mesela og'riq suloqli va ularga yordam qiladi, misol bolalarga yordam qiladi. Mushlarning hammasiga nima desa, mushlarning hammasini hisoblab, undan keyin zakat ashni qarta aylandi. Bu hozirgi vaqtda butun dunyoda uni boj deb ataydi. Qur'oni Karimda boj va zakat deb xiroj va zakat deb ikki qismga bo'ladi. Musulmonlar qarta zakat deb ishlatilgan, g'ayrimuslimlar qarta xiroj, ya'ni boj deb ishlatilgan. Hozirgi vaqtda musulmon va g'ayrimuslim hammasiga o'rtaq holatda zakat nima, boj kelimasi ishlatildi. Hem bunu hükümet qanday qiladi degan vaqtda hükümet uni bu Qur'oni Karimda ikki narsani zikr qilib qo'yuqliq. Pul topgan odamlar beradi. U bergan narsani nega ishlatildi? Mushu ko'rsatilgan 8 o'ringa ishlatildi. Shundaymi yoki? 8 o'ringa ishlatildi. Hem bu vaqtda endi qanchalik berdi u zakatning o'zini qanchalik, bojni qanchalik berish kerak degan vaqtda 8 o'ringa bir yilda yoki bir oyda qanchalik pul ketadi? Qanchalik iqtisod ketadi? Buni iqtisodshunoslar hisoblab chiqarib, undan keyin u boj to'laydigan odamlarga topgan tafovutniki egizpaslik qarta chechib, bu iqtisodni chiqardi. Bu iqtisodni chiqarib, u odamlarni shunday ta'minlaydi. Bu Qur'oni Karimdagi bir qism nima tafsirildi yoki o'ziniki ehtiyojidan oshganning hammasini o'zini berish kerak degan mandaq mazmunda tafsirlar ama bor. Bu ancha to'g'ri narsa emas. Hech bir zaman bir odam o'zining ehtiyojini oshganini hammasini bermaydi. Bu insonniki toqatning sirtlik narsa. Masalan, 1 million pul so'ra odam bo'lsa, bir yilda masalan Turkiyada bir yilda bir oylik 50 ming dollar yetadi deb, cho'ng-cho'ng xashlavasi 50 ming dollar yetadi deb qo'ysa, qolgan 950 ming dollarning o'zini menima zakat deb bergan odam topamaydi hech qanday yerda. Buning uchun Alloh taolo bu yerda nima deydi degan vaqtda, bu yerdagi ehtiyojning o'zini sanayotdi. Ehtiyojli o'rinlarga qanchalik iqtisod ketadi? Ketgan iqtisodning o'zini masalan 10 ming koy ketadi yoki 100 ming koy ketadi degan bo'lsa, 100 ming koyning o'zini masalan jamiyatda qanchalik odam zakatni bojni bera oladi? U odam tafovuti qarta. Yani tafovutiga hammadan o'xshash bo'lmaydi. Shu egizpas o'z tafovути qarta, uning o'zini normal holatda ashunday bekitish orqali u zakatni nima bojni ashunday oladi, elib odamning o'rnining o'zini ta'minlaydi degan. Shuning uchun bu yerdagi berilgan bojning o'zi shu ehtiyojli o'rinlarniki hisobotiga rozima Yevropada 1-oydan 4-oygachilik kelar yillik nima bojni tamoman hisoblab, undan keyin ama o burun tat hisoblab kelgan bo'lg'achqa kelar yillikdan ya 1 koy ortiq qo'shildi ya 2 koy ortiq qo'shildi degandek yoki kemaydi. Ashunday bojni bekitildi misol. Davlat qamchutiga asosan. Davlatniki hozirgi vaqtda ham ashunday hamda davlat qamchutini bir yilda taxminan majlik pul ketadi davlatga. Davlatning butun ehtiyojlari qarta. Buni biz bir tarafdan tijoratdan olamiz, topamiz o pulni, yana bir tarafdan kishilar ishlagan kishilardan
ishlab topgan puli qarta. Mesela 10 ming koy topgan bo'lsa ayda 10 ming koy qarta. 100 ming koy topgan 100 ming koy qarta mesela. Bajını aşını qarta bekitish orqali o adamdan andaq ep to'shqizdi. Bu Qur'oni Karimda aşı usul bo'yicha bekitilgan. Qur'oni Karimdagi mush oyatning mazmuni mushunaqa to'g'ri keldi. Ya'ni ehtiyoj qarta xamchot qilingan iqtisodni tapıdığan uğurlarga çekildi. Çekilgandan keyin bu uğurlar şunun qarta an to'lab ayda şu ehtiyoj qarta hesaplangan pulning o'zini ular açlıq to'lab davlatning o'zini mağdurduğan gap endi. Bu iqtisodniki nemisi mushundaq bo'ldi. Hem bu yerda sadaqa berish meselesi kelgan vaqtda sadaqaning o'zini faqatla musulmonlikni berilamdi degan vaqtda Qur'oni Karimda hech bir yerda musulmonlikni bering degan hech qanday bir ibora yo'q. Bu nuqtadan olgan vaqtda bir davlatning ichida qaysi dindagi, qaysi millat, qaysi mazhabdagi insonlar bo'lishini qat'iy nazar kimniki shu o'zi iqtisodga ehtiyoj bo'lsa, shuningga ehtiyoji qarta berildi degan gap. Bu haqda masalan Payg'ambar alayhisolamning urush qilib urushdan o'zi g'animat olib kelgandan keyin atrofidagi har xil o'zi Xadicha onamizniki do'stlari ya musulmon bo'lmagan boshqa insonlarga shunday ko'z yaqidib ajmo yordam berib qilgan shunday ishlar bo'lgan misol. Oxirida Makka fathi qilgan vaqtida shu nimaniki Abu Sufyan boshchiligidagi Makkadagi bir xarajga qarshi Umayya qabilasidagi odamlarning nurg'un odamning o'zini maosh bog'lagan. U maosh bog'lash sababi nima desa, muallif qilib ularni islomga moyil qilish uchun shunday bog'lagan. Keyin Hazrat Umarning zamonasiga kelgan vaqtda uni kesib o'tgan, nima degan vaqtda sizlar qancha biz sizlarga pul bersakmi, u islomni qabul qilmaydigan odam ekansiz deb kesib o'tganlik haqida shunday nima bor, tarixda shu bor, endi aniq. Bu zakat musulmonlarga farzmi yoki mesela devletning her bir fuqarosining enişki tegishli narsami? Bu da bo'lgancha. Devletniki bütün fuqarolar to'laydi. Bunda Qur'onda bayman deganda ikki xil o'zi ism bilan zikr qilingan. Birisi zakat, birisi xiroj boj degan gap. Hozir qoldi ikkisini birlashtirib boj deb ataydi endi. Şu devletniki bütün iqtisodiy o'zi ehtiyojining o'zini devlet yaşayan adamların, işleyen adamların hemmisi ortak halette üstüne eriş bu devlet üstünlük vazife diyen gibi. Tamam. Kur'an-ı Kerim hem de nimaniki iqtisod mushundaq hamda. Davlatning iqtisodi ham hozirgi vaqtda bizniki kelgan vaqtda o'zimizga tatbiqlaylik endi mana bu nimaning o'zini. Biz kelgan vaqtda hozir shu zakat masalasining o'zini sadaqa fitrga o'xshash mushundaq masalalarning o'zini hal qila olmay, davomli shuning o'zini g'ayr musofirga beramiz deb shundaq o'zi jiqqan narsani boshqa yerga olib boradigan shundaq ishlar hozirgacha mavjud. Bu to'g'ri bir ish emas. Bu zakat şu sadaqa hamma narsaning o'zini yig'ib hozirgi vaqtda Uyg'urlarniki har davlatdagi tashkilotlari yoki mayda Uyg'urlarning oliy organlari bo'lsa, u organdan yig'ib bu vatanniki mustaqillik ishlariga ishiltish bu tamoman to'g'ri. Misol shu hozirgi shu yig'ilgan zakat sadaqa fitrga o'xshash shunday narsalarning o'zini. Nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karimda vel garimin ve fi sabilillah degan oyat var. Ve fi sabilillah deganning o'zi Allah ko'rsatgan yo'llarda, ya'ni Alloh taolo aşı yo'llarga ishlatsa, Allah rozi bo'lgan, misol yo'llar. Bir millat zulm chekyapti, azoblanyapti, u millatni qutqizish Allah rozi bo'lgan ish degan gap. O'ligi zakat bir davlatning o'zini bir kafir besib oldi,
o özümüzün hakkı olgan. Bu devletimizni eliş Allah Teala göstergen yol degan gap. Muş yollar üçün işirtiş tamamen özü Kur'an-ı Kerim yol koygan bir iş degan gap. O zakat to'g'riliq farz bo'lgan oyatdimi, onundimi shu 8 turlik yog' ishlatish to'g'riliq bo'lgan. Buni beshidagi 4ti shaxsiylar, shaxsiy. Keyingi 4ti o ommaviy organ. Albatta. O aniq belgilanganmi-chu bu narsa? Mesela bu şeyde vel amilini deganning o'zimi ishlaganlar degan gap. İşleganlarga degan gap hamda hukumatniki ma'mur o'rinlarida ishlayotgan odamlarga yig'ilgan shu bojdan maosh berish bo'ladi degan gap. Shuni da bermasa o nereden tep berdi o devlet mesela? Doğru. Shuning uchun bu yerdagi ma'mur o'rinda ishlayotgan davlatlik vasdan boshqa harbiy xarajatlarimiz har xil maktab, yo'l yasash, mesela doktorxona yasash hammasi shu davlat memlakatga to'g'ri bir yo'llar, to'g'ri bir ishlar. Yani bu fisabilillah degan kelima tushadi. Bunda bo'lgandan keyin davlat demakki bojni, ya'ni zakat yig'ilgan zakatni bizniki neyimiz bo'yicha, sabarat hozir qilib bo'yicha bojning o'zini ashtaga ishlasiz bo'ldi. Millat buning o'zini men bergan zakatning o'zini maxsus g'ayr qurva bersa deb turibdish, bu hech qanday mollaning bunday o'zi cheklimlarni qo'yishi tamamen to'g'ri emas. Şu mesela kulluğun azat kılış, yeni biz ameliyle, kadırlarla, kızımda kılıvat kalma. Bu kişi kalan çaktı mı? Dünya Uygur kurultu mesela. Uygurların işçide kılıvat kan, dünyada en aldık pilavı çıkıvat kan, teşkilat değil mi mesela? Şudan da kılıvat kan işçileri. Bununla bazen haram bulu dediğin işkinin kendisi yok der mi? Hakkı yok. Hakkı yok bunun için. Bu zakatni ishirtishi bo'lmaydi deb chek qo'yib edish bu tamamen xato. Buning o'zi. Payg'ambar alayhissalom zamonasida shu zakatni yig'ib, u yer nima qilgan desa, shu atrofdagi jon boqolmay qolgan, og'riq yo qiyinlikdan, yo ushaq bolalar, yo er o'lib ketib, bolalar o'lib qolgan tulxotinlar, ashtaqa berib, shu davlatning o'zi hozir mesela bu Yevropa sistemasi bo'yicha bunun modern mesela Payg'ambar alayhissalom qurgan shu davlatniki modernligicha Boşunda halatli bir modern devlet kurganda, şöyle öz ne bilse, şu vakitteki şerait boyunca şu ihtiyacı orunla açtık bakalım. Hatta ki şu yığılgan sarıkının özü mesela, hazır şu bedel oruçlarımız, yenbi oruçlarımız, ancak oruçlarını yapsak, falanı sahabe, mesela Osman Raziyallahu anh, falanı oruçka maaş tögüyordu ki. Pustan sahabe maaş tögüyordu. Şu belgen neyse, manın özü sen pul tögüler de beğenmegenliği neymi o? Sadaka degan gap. Qarshiliksiz bergan narsa sadaqa. O sadaqa qilib bergan o to'gining o'zini Payg'ambar alayhisalom nega ishlatyapti uni? Urush kuchlatyapti. Urushga, davlatni kuchlantirishga. Davlatni kuchlantirishga. Demakki bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bu tashkilotlarniki, misol qurultaylar olsa biz vatan ozod qilamiz degan bo'lsak, qulni ozod qilamiz degan bo'lsak, vatandoshlar millatimiz qul bo'lib ketdi hozir. Qullarni ozod qilishning o'zi bir cho'ng bir to'g'ri bir ish. Biz ashni qilsak Alloh taolo rozi bo'ldi deydigan bo'lsak, biz zakatlarimizni, sadaqalarimizni ashtaga bersak, Alloh rozi bo'laver degan gap. Hozir tashkilotlar shunday ishlatsa, ya'ni bu da'vo uchun ishlatsa, yani bo'laver degan gap. Ba'zilar ashundaqliqi fatvalarni chiqarib tayyor qo'ydi-ku, masalan, shu taqatda da maya bersak bo'lmaydi deb. Ular nima qilgan yerlar desa, ular shu men ismini demaganmi-ku. Ular shu pulni yig'ib, xalqning ilm bilan kuchlanishiga, Uyg'ur kulturini, madaniyatini taqitishga, shunday keyingi avlodlarga o'zimizning milliy ruhimizni, milliy madaniyatimizni meros qilish uchun ishlatidan bo'ldi-ku. Adam qilsa bularga o yerga bersan harom bo'ladi deb meni fatvo chiqarib qo'yapti bu. To'g'ri bir gapni qildingizlar. Meni. O'sha hozir vaqtda misol vatanning sirtida, vatan ichida bo'lsak, bolalarimiz baribir o'zi ko'chib tashlasa ham Uyg'ur o'qchon bo'ladi. Ammo vatanning sirtida chiqib ketgandan keyin u bolaning o'qishning sirtida u bolani Uyg'ur o'qchon qilish yana bir vazifa g'ayrat yuklagan gap. Shuning uchun o'zi biz
u yerga maktablarda isbozma Londonda bir maktabimiz var. Hozir nemirki Lönaqat joylarda zaten shunday maktabda echildi Uyg'urlar boyada. Aşı maktabda ishiltish ham yo'lliq degan gap. Yig'ilgan zakat, sadaqa fitr nas kerakligining o'zini shunday maktab ishiltib o'zimizning bolalarniki vatanparvar ruhini o'zini, masalan, milliy ruhini kuchlantiradigan, o'zining tarix madaniyatini o'rgatadigan shunday bir maktabga ishiltishning o'zi bu nihoyatda go'zal bir ish degan gap. Elbette. Yani her yerdeki Uygurlar şu yerdeki zakat, sadaqa fitr bergan xayr ehson nas kerakligining o'zini o'ziniki davlatniki yig'ib, şu jamiyatga yig'ib, şu jamiyatni taraqqiy qildirishi, yani Uygur milletini taraqqiy qildirishniki bir nemasi degan bir parchasini taraqqiy qildirish degan gap. Yani bunun Uygur milletini taraqqiy qildigan bo'ldi degan gap. Buning uchun bu maktabga, yasliga hozirgi vaqtda, masalan, Uygurlarning o'zi ochgan yasli bo'lsin, o'zi ochgan maktab bo'lsin, bunday maktablarga berish, yani hozirgi ilm-fanga tashkil qildigan, hozir zamonaviy ilm-fanga yetaklaydigan, o'ziniki kimligini o'rgatadigan bunday narsalarga ishitish bu nihoyat yaxshi ish. Ama onun o'zini bolalarimizni yana 1400 yil burungi jahonga nima qilgan, tashabbus qilgan bunday ishlarni qilish bu o'zi to'g'ri narsa emas. O milli an, milli hissiyat, milli nima bo'lmagan vaqtida o odamda ahiri tushkunlik paydo bo'ladi. Lekin boshqa millatni o'zidan cho'ng biladigan, onun lekin shuningga qul bo'ladigan, shuni ketmani chapadigan 24 soat, 48 soat degandek shu. Buyda bir edemge aynı kişidir değil bu? Elbette. Bunun için biz balalarımızga muş yıkan neslimiz mesela bizdeki en yüksek neslimiz ne diye vakıda bizim tarihimiz öyle medeniyetimiz bu bizim güzel tarihimiz var, güzel medeniyetimiz var bizdeki. Bu iki nesli balalarımız yaxşı bilse, yaxşı öğrenseler başka hiç kandak bir milletin tarih medeniyetine ihtiyaç gelmeydi. Mesela özünün medeniyetini bilgendikin bir milletniki medeniyetini de qarğadık bizning bundan güzel medeniyetimiz bağlı diyalaydı bağlanın özü. Şunda. Onun için özümüzdeki şu tarih medeniyetimiz, örf-adetimiz yani Uygur kimligini kuchlandırdıgan, Uygur'un ruhini kuchlandırdıgan bunday işlarga işiltish bu hozirgi vaqtda Uygurlarniki mush zakat, sadaqa fitr deganning o'zini ishiltish to'g'ri bo'ladi degan gap. To'g'ri. Onun öz aşkının özüne yani bu mu bir davanın bir neymiş hazır misal bir öyde bir ailede bir polonu kılıp ballarımızı polonu yigizöş manın et polo deyişinin özü bir inkılap hazırlık vaxtıda. Bir ta öz Kanavay köylerini kaydirişinin özü mü inkılap. İnkılap degeni ayda küçük nesli'nin başlandıgan nesli. O balığa özündeki Uygur kelligini, Uygur kimligini, özü qaysi millet tava ekanligini, onun uchun kurash qilishniki nihoyat o'zi ulug' bir ish ekanligini bolalar o'rgangan vaqtida andaki o'zi vatanni ishi maqdan gap. Onun uchun biz bunday ishlarga ishlatishning o'zini bu yerga ishlasak bo'lmaydi deb cheklash bu butunlay xato. Bu ishlatishni biz tamamen yo'lliq deb bilishimiz lozim. Har qanday tashkilot, har qanday shaxslar bunday yerga tar göz qarashda bo'lması lazım. Muş ayetni keng doirada tushunish lazım insonlar. Yani. Lag'ma yeyishme inqilab tarixi. Elbette. Bu vatanning sirtida berib aytilgan nima deydi? Turklarga hamburger degan bejmisi bor ki, onundakin hamburgerga mushqatni nemisimi ya? Pizza degan narsalar var misal. Onu yap ögünüp kalsa, ay aşağıda kitivergan gap. Balını keyip mayada ma suygaş, ma çöçüre, ma manta dep onu aşını yugüzüş, aşını köndürüş. Balı turup, mantı yesek olattı, polo yesek olattı diyen alet keltirişinin özümü ço, bu bir inkılap. Ona yakın vakıda. Balı özünün tamıgını sığındıgan buluş gerek, özünün kiyim keçigini sığındıgan buluş gerek, özünün tarixini pəxrindigan buluş gerek. Mehmet Kaşqar'ın kim keldiği, Sotuq Boğrağan'ın kim keldiği, Qaraqallar dövleti ve hakezalındaki qandaq bir dövlet boğanlığı, tarixte ecdatlarımız qandaq bir dövletini kurganlığı. Biz qandaq bir özü, şundaq bir güzel bir milletniki evladı ekenligimizni ballar öğütüdüğün uğrunun özünü hazırlaş ve ballarını şu yerde öğütüş, bu nihayeti güzel bir iş. Bundaq iyage biz sadaqa fitri zakatını xaşlaş,
bu özü nəhayət %100% halal bir narsa degenge. Doğru. Biz bütün özü nemenin özüne g'ayr musafirlarimizni Uyg'urlarning ichida kambag'alning o'zini tugutimiz desak, nima ish qilishimiz kerak desa, bolalarimizni yaxshi o'qitishimiz kerak, yaxshi o'qitish orqali vatanning davosini texnik yuksak darajaga chiqib, vatanni ozod qilishimiz kerak. Ozod qilgan chog'da Uyg'urniki kambag'al hammasi tugaydi. Bo'lmasa biz bu dunyodagi kambag'allarning o'zini yo'lab bo'lolmaydi ekan, o'tib ketamiz. Shuning uchun buniki ikki xil nimasi bor. Birisi bolalarimizni yaxshi o'qitishimiz kerak. Özümüzdeki milli kimligimizni yaxshi o'rgatishimiz kerak. Bu bola yaxshi o'qigandan keyin o'ziniki davosini samimiylik bilan qila oladigan, Uyg'ur davosini qilsa, u bolalarimiz faxrlanadigan, huzur his qiladigan bunda holat shakllanish kerak bolalarning qalbida. Kichkina qilib qo'yib, "Voy jonay, mashina o'zi qo'ya. Oxir chiqmaydigan ishkan-ku" demasdan bir ishni qilganiga, "Mush ishni qildim zaten millatim uchun, qildim" deb o'ziniki shu qilganiga faxrlanadigan, huzurlanadigan bir holat bolalarımızın qalbida yer elish kerak. Shuning uchun biz shundaq epqashi gaplarni qilmay, bu Qur'oni Karim oyatning o'zini to'g'ri tushunib, shundaq pullarning o'zini o'zimizniki da'vo, milliy da'voyimizni kuchlantirish, milliy kimligimizni kuchlantirish, Uyg'urligimizni kuchlantirish uchun ishlatish nihoyatda muhim degan gap. O mesela bizdeki özlerimizle bizimizin milli ruhunu güçlendiriş için, tarihimizde öğreniş için, değil mi ya? Mesela tarih kitabını izlatkan Nebican, Doktor Nebican Tursun'u özleri billah. 30 yılın ise tetkik kılmadılar. Bu adamımda kitapta Bismillahirrahmanirrahim'de başlamışsın ha. Ama lakin Uygurların umumi tarihini yazıp çıktı da 14-15 ciltli kitap çıktı. Kitap hem bu şu. 12 cildi çıkıp oldu azı. Bu şu kitapları çıkarış için pul gerek oldu. Hem de o Nebican hakimiz bu. Birisinin bilen sormaydı o. 30 yılın yan kitap yazımında üzerinki münasebet dairesi emmedemlerle tanış bulanmaydı. Çok ziyadıyla bu kaçılar. Onların özgü tutup da yazılan işi var. Şimdi yazımızsa bu kitapla çıkmaydı. Bununla Bismillahirrahmanirrahim'de Allah'ın ismiyle başlamadan bu olsun. Lakin şu Allah yaratkan şu Uygur Müslümanlar, Uygurlar için tarihi yazan kitaplar bu şu. Bunlarını biz göz aldığa erişimiz gerekti. Elbette. Tarihimizi yaxşı bilmişsek, öğrenmişsek, onunki kanda devletlerini kukallıkımızı tarihi paketi arkalı kılırlık. Meyli Ruslarla emkarlaşkan bulaylı, meyli başkalarla bulaylı. İşkılıp devletimizi kurup dikemiz şu. Aşıla Ahmetcan Kasım'la, Sabit Damallamlamış ki Cumhuriyeti kurup dikem. Şununki tarihi paketi bizim kolumuzda diyen gitti. Bunu yengelerken biz kanalımız tekimi ruhlu olmuşsun değil mi ya? Elbette. Bizim devletimiz yokken, bir iş kılanmak dikenimizde keşke bir iş kılanmaydıgan bir milletkenimiz diyenin onağa ya kıt dikenimiz mi ne? Okuma kitapına deyimiz değil mi? Elbette. Hem de boşuna oxşaş nurgun kitaplar hazır çıkıvadı milletimiz özümüzdeki alimlerini kadirlemeydigan, özümüzün alimleri yazgan nesini kadirlemeydigan. Bunu hatta hakaret kıldıgan, bunda hakaret mi? Bu mu? Geçiniş bizdeki inimizde. Aslında aşında 30 yıl özünün hayatını sərf kılıp, şunçilik özü aklını sərf kılıp, küçünü sərf kılıp, şunda özü yazgan bir adamın kitabının özüne Uygurlar bütün çıkımının özünü üstü elip, aşında özü tamamen özü Uygurlar özü onun hiç kadar eğrilik düşünmeye durup çıkırış lazım aslında. Hazır aşk kitabı okuyulan adamlar ötüne talep okuş lazım aslında. Doğru. Bunda çıkırış gerek o kitapını ama onda emas hazır bu Uygurlarning nemesinde. Bunun için özümüzün tarihini bilmegendeki kelecekteki yani hazır aldığımızda bu atkan işlahım kızıkmaydıgan bu işini kısam vay canay deydigan mandaq bir halet şekillenildi. Tarihte ajdadlarımız kandak Japan'ın tatip, kandak devletlerini kurgan, o devlet degenin özü mandaq kurulup kalgan nesi emas o. Şundan. Şunun için biz şu nurgun alimlerimizdeki hazır yazılan kitaplarına ehemmiyet verişimiz lazım, onun yardım kılışımız lazım. Şu kitabını setverişinin özümü, şularga kılgan hürmetimiz, yardımımız bu hesaplandı adette. Özümüzge kılgan yardım aslında bu. Mesela aşında zakatlar bilen, mesela sadiqili bilen yığılıp,
çıkan kitap ne mesela şu? Yani birisi yerden kıldı değil. Yerden kıldık değil Uygurlar arkası durupçu. O çıkandan kin mesela başkalar nime kıldı dese biz zakat yemeydik. Zakat yap çıkaran kitap mes bu andıra depçu. Öyle kıza yerden ne? Nokup başkalarının tüven çürüşçüncü. Manda kıldığın iş var. Bunu mu Allah çeklerinde Kur'an-ı Kerim'de? Elbette bunu özü Kur'an'da var o. La yaskar kavmin en kavmin şu hazır müşahede var bu ayetin özü. Ondan başka mı? Zakat ne? Sen birisi belgen çağda sedikini aşırı nokşuşun. Hemen daha beme. Elbette. O bir adam zakat belgen adamın özü o adam ne tüven görüş niyetide yaki olmaydı özünü bir işin sevdiği her kadar bir niyeti biriş hata aslında. Doğru. Bunun halis niyeti birişi lazım. İnşallah millette bazı uygun güçlü, sizge okşaş ustazlarımız çıkıp Kur'an'da kolumuzga elip Uygurca ma'nisini yaxshi ügünüp özümüz Kur'an bilen Kur'anlandırsak inşallah bu bazı bizge sözlenmegen narsalar ortaya çıkıdı. Özümüzdeki küzüge nur bulap inşallah aklımız takım parahatla iş kılgan bulap mağımız hem inşallah. Şunun için deyilatkan gap var bu. Doğru. Hem de devletteki yani bir vazifesi var. O ne bildiğin vakitte yani Allah Teala belgen özü erkinlik yani ona vakitte. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlığa itikadi erkinlik veren fikir erkinliğinin özüne belgen. Bu Allah Teala belgen çok bir erkinlik. Yani bunu da Allah Teala deydi ki Sure Kehf'deki 29. ayetin 31. ayetiga aralıktayken cıqıraq düşürettim ben. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا diyenmiş ayetinin özlümü. Nimdeydi dese insanlığa sen hakkını sözlep koy. Yani sözlügen adamı kim Allah Teala bir buyruk veriyordu de bir adam bir hakiki bir insan olsa o insan sözlügen vakitte doğru nesini sözleş gerek. Yalgan nesini, hata nesini, insanların kaymıktırgan nesini sözleş, insanlıkla yap diyen gel. Hemen şaha pel yu'min ve hemen şaha pel yekfur diyenin özü işensin, işenmesin başkalarına. Başkalarının işine sen ümit kılma. Ama bu yerde sınıki sözleri sana düşen vazife. Neyme diye vakitte? Yakını sözleş. Yani ben işkence cümleden karga vakitte işenmezlik bir adam ya ki Allah'ın dini gibi işenmezlik koşaş bu nersinin hemesi neyme dese insandaki özüne ihtiyarlık bir işleyen gibi. İtikadi erkinlik bu özü neyme? Muşşu diyen gibi hem de. Şunun için bir devletin içinde bir qancha itiqat ki her xil dini itiqat mesela Hristiyan, Buddist, Yahudi, Müslüman degan o'xshash ashundaq musulmon ichida har xil tabaqalari bor, Hristiyan ichida har xil mazhablari bor. Ashundaq bo'lgan vaqtida uni faqat ularning oldida so'zga vaqtida faqat musulmon bo'lgan odam nima qilish kerak? Haqni so'zlash kerak. Qolganining ishonmasligi o'zining ishi. degan gap. Yani bunun hatta Kur'an-ı Kerim'de La ikraha fiddin qad tabayyana rushdu minel g'ay degan oyatning o'zida ochiq bayon qiladi. Haqiqatning o'zini ochiq kishilar yo'rtmagandan keyin uni kir deb majburlash hech kimniki huquqi emas deydi Alloh taolo. Shuning uchun bu yerda davlatning ichida bir qancha millat, bir qancha dinga e'tiqod qilgan xalq yashaydigan bir davlatning ichida bir odam, yani bir odamniki fikriga hurmat qilishi, uni haqorat qilmasligi, uni mening fikrim kelsa deb zo'rlamasligi bu davlatning ichida yo'l qo'yishga tegishli bir ish degan gap. Agar uni yo'l qo'ymay, o fikr erkinligini bo'g'ib, e'tiqod erkinligini bo'qqan vaqtida, u vaqtda diktatorlik, zulm o'zi maydonga keladi. Hozirgi shu Xitoyniki zulmga o'xshash misol. Bunun için bu Allah Teala dünyada adaletni barpo qilishni, Qur'oni Kerim tushirishlik maqsad
adaletni adalet orqali baraberlikni, yani adaletni meydana keltirish, adalet meydana kelgandan keyin baraberlikni, uniki oqibatli natija baraberlik. Baraberlikning o'zini vujudga chiqarishni maqsad qiladi. Baraberlik nima bo'ladi degan vaqtda har odam, yana bir odamniki e'tiqodiy erkinligiga aralashmaydi. Yani e'tiqod aralashmaydi. Fikir erkinligiga aralashmaydi. Fikir qilgan bo'lsa, o'zi kerak bo'lgan yerni oladi, kerak bo'lmagan yerning o'zini bo'ldi, buni men hurmat qilaman deb qo'yishga to'g'ri keladi degan. Yani bu ikki narsa Alloh taolo insonga bergan cho'ng bir ne'mat. İnsanlar her taraflama fikir qilish, tafakkur qilish nemasi bor, haqqi bor. Tafakkur qilmoqchilik masalaning tiytakda aytilmaydi. Nurg'un narsalarni masalan xato tafakkur qilinib qoladi. Xato tafakkur qismi tafakkur qilgan vaqtning o'zida to'g'risiga erishadi. Bir narsaning o'zini bir qancha odam tafakkur qilgan vaqtda, masalan, shu bir tal istakan deydi. Bir tal istakanning o'zini 10 odam tafakkur qilgan vaqtda 10 tarafdan tafakkur qiladi. Tafakkur qilgan vaqtda uniki shu tafakkurni 10 odam tafakkurni bir yerga chiqqan vaqtda istakanniki nihoyat mukammal holatda bir tunishtirilishi o'tirib chiqadi degan. Uniki o'xshamagan ba'zi odamniki fikri, yana bir odamniki o'xshamagan taqdirdami? O'xshamasligi istakanniki o'xshamagan tarafini ko'rganligi uchun odam aniq qarta tafakkur qiladi degan. Shuning uchun o'zi u yerda fikr erkinligini bo'g'ish bu islomdagi eng chong o'zi xatolik. Alloh taolo uning uchun Qur'oni Karimda tafakkur qilmamsizlar, aqlingni ishlatmamsizlar, oldi-keyinni o'ylashmamsizlar deb nurg'un yerda shunday o'zi bayon qiladi. Onda tafakkur qilmagan vaqtida qanday bo'ldi desa, islomda erkinlik va islom anda güzel, bundan güzel de Qur'oni Karimda şu dinde zorlaş yok degan tursa, shunday ya. Her qanday adamning o'ziga erkinlikka so'z qilish, bayon qilish, e'tiqod qilish haqida erkinlik borligini Qur'oni Karimda bor masalan-chi bu. Tafakkur qilmagan chog'da shu borlig'iga kirilmaydigan gap, selishtirib qilmagan chog'da. Agar qanday bo'lsa Xitoyda, voy biz Uyg'urlarning dinda to'smida dinga e'tiqod qilish erkinligim bor, e'tiqod qilmaslik erkinligim bor. Nizamlarımızda kanunumuzda var değil Xitoy uchun. Demişse var mesela uchun. Ama lekin bizi tusudu da. Şunu o'xshash ish yo'q qiladi bu uchun. Shuni biz tafakkur qilish orqali Qur'oni Karimni yaxshi o'rganish orqali ashunda narsaning barligini bu dinga kirib chiqayotgan odam masalan murtad deb qo'ydi. Uning beshini erish to'g'riliq yakun bo'lsa, adabiyati yo'qligini o'rganishimiz kerakda. To'g'ri. Şu kimeydi şu? Sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dini yok narsine tıkıp koysan bir yerden. Müjdeler bana yapıyor. Kim girdi o dinle? Hem de şu hazır hukuk meselesi ama aşağı okşaş misal nihayette hem adaletin altında beraber meyli prezident olsun, meyli fuqaro olsun, hemisi adaletin altında adil kanunun altında beraber kanunun altında hemisi beraber insanlar hukuk arqılık kanun arqılık özünü qo'llaydigan mushundaq o'zi bir davlatning o'zini bayon qilyapti Alloh taolo. Bu yerdagi davlatning shakli mana shu yuqorqi davlatniki omonat bobi misol shu saylam deymiz uni. Uningdagi shu iqtisodiy siyosatlik tashqi ichki siyosatlari hammasini shu yig'inchoq qilgan vaqtda Alloh taolo o'tirib qo'ygan davlat qanday davlatga degan vaqtda hech qanday o'zi diniga mansub bo'lmagan, hech qanday bir diniga mansub bo'lmagan, hamma dinga o'xshash qariya oladigan, adolat ostidagi butun insonlarga o'xshash qariya oladigan, har qanday dinda bo'lishini qat'iy nazar qonun oldi baraberlikni buyurgan holatdagi bir o'zi davlat ekanligini shundan ko'rib olaymiz degan gap. Endi buningga biz bir tal ham keltirishim kerak edi aslida. Hozir bu 1 soat o'tib turibdi. 1 soat 10 minut o'tibdi. 8 ni 10 o'tganda boshlagan to'q. Shundaymi? Tamam. 1 soat bo'ldi.
endi bir 10 minut ichida mana bir xulosalab atay. Aslida tarixda yani shu Qur'oni Karimda zikr qilingan payg'ambarlarni misol qilsak, davlat so'rgan, davlat qurgan undaq o'zi payg'ambarlar bor. Masalan, Yusuf alayhisalom davlat so'rgan payg'ambar. Davud alayhisalom davlat qurgan, Sulaymon alayhisalom Davud alayhisalomni qilib qolgan davlatning o'zini davomlashtirgan, uni davlat so'rgan payg'ambar. Payg'ambar alayhisalom ham davlat qurgan. Payg'ambarlar en oxirgi payg'ambar alayhisalom qurgan davlatni misol olsak, payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida Madina ahdnomasini tuzuydi. Tuzgan vaqtida u yerda musulmonlar, yahudlar, mushriklar degandek har xil dindagi odamlarni shu Madina shahrida taxminan 10 mingdek odam yashaydi ekan shu vaqtda. Chunki har xil qabilalarning o'zini bir yerga kelib, shu yerda bir o'zi mushani biz musha hammamizning o'rtaq bir yashaydigan yeri, mushani biz o'rtaq qo'g'daymiz. Hammamizning diniy e'tiqodi o'zimizga, birimizning diniga birimiz haqorat qilmaymiz, har birimizning diniy e'tiqodiga hurmat qilamiz degan shart ostida shu kelishimni tuzganligi, shu ahdnomani tuzganligi payg'ambar alayhisalom vafot bo'lishining oldin Tabuk g'azoti degan bir nihoyat mushkul bir g'azotni qilgan payg'ambar alayhisalom bu g'azotga 30 ming odamning o'zini egashtirib manganken, shu vaqtning o'zida en oxirgi hisobda salgan vaqtda 50 dan ortiq qabilalar payg'ambar alayhisalomning shu ahdnomining ichiga kirgan. Ya'ni shu Madinada tuzilgan 8-10 qabilani birlashtirgan bir ahdnoma keyin 50 necha qabilaga yetgan. Ya'ni bir davlat oldi kelgan degan gap. Bu yerda nima qilgan degan vaqtda nurg'unlari ashunday %70-80% biz o'zimizning diniy e'tiqodini qilib qolamiz, faqat davlatga biz boj to'laymiz degan shart bilan kirgan. Keyin bu yerda yana boj to'laymiz degan shart bilan kirgan. Undan keyin payg'ambar alayhisalom ularning hammasiga musulmonlar qanday muomala qilgan bo'lsa, ularga o davlatning territoriyasi ichidagi bir fuqaro qatorida hammasiga o'xshash, qonunning oldida hammasiga o'xshash anda muomala qilgan. Endi bu yerda musulmonlarning ustiga tushgan vazifa bormi bu ashunday shart ostida degan vaqtda musulmonlarning ustiga tushgan vazifa albatta bor. U nima degan vaqtda musulmonlar hozirgidek bunday holat bo'lmagan. Musulmonlar yaxshi ishlarda nihoyat aktiv boshqalarga ulgu bo'lib mangan. Hozirgi vaqtda yomonlikda ulgu bo'lmayapti hozir musulmonlar. Musulmonlar o payg'ambar alayhisalom zamonasida boshqa butun millatga, boshqa dinliklarga ulgu bo'lgan, yaxshilikni tavsiya qilishda nihoyat aktiv bo'lgan, yaxshi ish qilishda nihoyat aktiv bo'lgan. Demak, bu yerda nima degan vaqtda musulmonning qilgan ishi shunday yaxshi bir vaziyat hozir Yevropada shunday bir vaziyatlar bor. Shunday vaziyat qilgan ishi nima degan vaqtda boshqa millatlarning oldida u texmi yaxshi ishda aktiv bo'lish orqali islomni o'zini namoyon qilib, boshqalarni islomga moyil qilish. Bu musulmonlarning ustidagi vazifa degan gap. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom hech bir dinga tava bo'lmagan. Bir davlatni qurgan, ya'ni davlat mana aytgan vaqtda hech qanday bir dinga tava qilinmaydi. Türkiye bütün din, bütün mezheplerge o'xshash qaraydigan bunda holatdagi bir davlatni Alloh taolo mushuni bayon qildi. Shuning uchun bu yerda deydigan emas, nima degan vaqtda islom davlati quramiz, shariat davlati quramiz, islom amirlik quramiz degan bu bir tor doiradagi so'z. Bir davlatning ichida qanchalik odam bo'lsa, qancha millat masalan bizniki mamlakatimizda yerlik millat degandiki Xitoy uning ichida yo'q degan gap. Yerlik millatning ichida masalan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek degan shu Turkiy millatlar bor. Shu millatlar hammamiz to'plashib bir davlatni qurgan vaqtimizda shu millatning hammasi davlatning qonunining oldida barobar muomala qilinishi, uningdan o'zi davlat bergan o'zi yordamdimi o'rtaq yana manfaatini oladigan bo'lishi bu Qur'oni Karim ko'rsatgan söz haqqı olsun, her qanday o'zi e'tiqod erkinlik bularning hammasida nima desa Alloh taolo bergan erkinlik bo'yicha u insonning o'zlik erkinlik bo'lishi, bir-biriga unda hujum qilmaydigan, e'tiqod jihatda, millat jihatda bir-birini kamsitadigan bunda holatda bo'lmasligi bu Alloh taolo
buyurgan bir iş degan gap. Allah razı olsun. Bu şey bir ayetning o'zini men bayaqi keltirib qo'ygan, shu topolmayapman-da. Tamam. Buniki nemisi tugmidi. Ma'o nemiki Sur Hujurat'daki 11. ayetida Estaizu billah ya eyyühellezine amenu la yaskhar kavmun min kavmin asa yekunu khayran minhum ve la nisaun min nisain asa yekunne khayran minhunne ve la telmizu enfusekum ve la tenabezu bil elqab bi'sel ismul fusuq ba'del iman ve men lem yetub fe ulaykumuz zalimun. Bu ayetin özünde aytırsa bir millet ikinci bir milletni mesfer qilmaslik, ayollarni mesfer qilmaslik, bir-biriga laqab qo'ymaslik, bir-birini ayıplamaslik. Bu özü Kur'an-ı Kerim Allah Teala bizga buyurgan bir buyruq. Kimki eğer Müslüman bo'lib turib, İslamni qabul qilib turib, ya'ni men Müslüman deb turib, yana bir odamning o'zini ayblab, laqab qo'yib, "Ay Yahudi, ma Nasara, ma murji, ma murtad" deb laqab qo'ygan bo'lsa, o odam o'zi "Ömen lem yetub fe ulaykumuz zalimun" degan o'zi shunda qilgandiki tövbe qilmas odam o'zi zulm qilgan bo'ldi degan bo'ldi. Yani demek bu nima desa, bir davlat ichida yashayotgan millatlar bir-biriga laqab qo'yish orqali, kamsitish orqali yoki madaniyatlarini yoqtirmay qolsa, undaq madaniyat bo'lam deb undaq qilish orqali bir-birini ayiblash, bu zulmga yetadi degan gap. Bu zulmni qilgandan keyin uni tövbe qilmasa, o odamlar Alloh taolaning oldida zolim deb ketib qoldi degan gap. Allah zalimlarni yaxshi ko'rmaydi. Shundaqku? Allah zalimlarni yaxshi ko'rmaydi. Allah Shuning uchun men diniy sohadagi qarindoshlarimizni deydiganimiz, biz bir odamni hech bir zaman tishlab tatmaymiz. Har qanday fikr bo'lsa, odamdek, hech bo'lmasa normal bir insondek, agar biz dinni o'qigan bo'lsak, u din hargiz u odamni undaq gapni qildirmaydi aslida. Undaq gap qilishini umid qilamiz. Belki bizning mo'shal so'zlagan yerimizda nurg'ulg'an o'z kam bir narsa yag'ir so'zlayolmagan bo'lishimiz mumkin. Unuga men madahiya kelib qoldi desa, biz xo'sh yo'limiz bu yerda-ku. Shunday qilish orqali texnimiz to'g'ri yo'lni tepib, millatimizni zulmatdan qutqizish har birimizning vazifasi. Shuning uchun o'zi davlat qurish mana yuqoridek bo'ladi. Bugünkü mezmun yine bağımı ya söylesek tügümeydi bu. Ya bu 5 çoğun mezmun hem de aslında 5-6 katım söylesek bunu okumaydı. Hem bu biz neyimine ki keler katımda hukuk doğruluk söylesek kandak oldu ki de oylavatı mı? Ya konmaydı düşmanı doğrultuğunu şey hakkında sözlemdik. Mesela neymi var bir yerde şu? Nimetti nima? Darul Harb, Darul Binasida bir Darul Salam deb ayrıydı o bular. Mesela Müslüman zimini o dinkin Müslümanların zimini sırtkiler şu Darul Harb mi? Darul İslam. Darul İslam, Darul Harb depçi. Bu nəhayət xata bir düşkənçi var. Mən bu isim qiymetli yani nəhayət yaxşı ismi salla. Moşu Avropaga kelgan nurg'un qarindoshlarimiz var. Masalan, Avropalı emas, Amerika haqas joyida shunday g'alati insonlarimiz bor. Ular masalan Norvegiyaga o'tgan bu ishlar. Hamda uni ko'zbel ko'rgani deshim kerak. Norvegiyada bu Darul Harb biz uchun bu yer. Onun için bularniki bir tal kuni zulsaqmi bizga halol deydigan manda qariniyat insonlar mavjud. O Norvegiyadan emas, dunyoning har qanday yerida. Musulmon askərlər bağlan bo'lsa, mumkin men anladım, lekin men o'z ko'zim bilan ko'rgan, bilgan insonlar bor bu yerda. Masalan, qanchalik ziyoratchilik, qanchalik ilm olsak, yanchib olsak, shu bizga halol deydigan. Halol deydigan. Hattoki hukumat nima shu ba'zi do'konlardan shunday narsalarni olgan insonlarni bilinman-ku. Peygamber Aleyhisselam'daki zamanısında mesela Mekke'den
Aşu Yabistan'a hicret qilgan sahabalar şu yer o'g'illik qilib bularniki pulusini bitta tukun julsam halol degan bir hikoya bormi? Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga kelgan vaqtda bu yerda biz nima qilsak halol degan bir atal gap bormi? Bular masalan aşu Payg'ambar alayhisalomga chaplangan rivoyat ishida shu rivoyatni tashlab gap bormi? Bundaq narsalarga diqqat qilish lozim. Shuning uchun bizga tuz bergan odamlarga tuzliqqa chiqmaslik lozim. Payg'ambar alayhisalom aşu nimadan Toifdan Payg'ambar alayhisalom himoyasiga elib, aş Ka'baga olib qo'ygan odamni keyin nima Badr urushida asir tushgan odamlar oldiga kelgan vaqtda aş odam hozir bo'lib, mana mush odamning o'zini qo'yib etishimda shunda o'zi iltimos qilsa, men bir tiyin olmay aş odamning hurmati uchun men qo'yib etgan bo'ladim degan bir so'z bor edi. Demak, insonlar yaxshilik qilgan odamga yaxshilik qaytarish bu insonlarniki bir insonlik vazifasi. Bu başka bizni turdigan yerimiz yo'q. Himoyasiga olgan bir mamlakatlarga biz yaxshi yomonlik qilish, yomonlik o'ylash, davomli ularning o'zini haqoratlash bu bizga yakışmaydigan bir ish. Shuning uchun hammamiz yuqoridagi davlat sohasidagi ishlarni yuqoridagi to'g'ri odam bo'laylik. Gap oxirgisi. Devletçilik elhamdülillah. Allah razı olsun. Daha takşid etmediler. Yani bayatı kadar eyvallah. Saklanış için hem de bir fukralık, girajdarlık hukukunu, girajdarlık vazifesini yaxşı biliş gerek. Bizim insanlar, erkanda insanın için, erkanda bir devlet yaşayanlar. Sonuçta o doğruluk mu? Eğer mezmunlar olsa, şu sahada toxtalsak, takım yaxşı olur da boylayım. Meyli xedma. Hepinin ağırlığı bir paranışını toxtağımız. Mağır. Adam olsa kadarlık dünyanın her kaç şehirli kıyırındaşlar 12. san Kur'an'ın Nezer programımızda devletçilik ait 2. leksiyada taşqi siyaset, diplomatiya toğruluk bazı mezmunlarını ustaz biz bilen ortaklaşıp öttü. Bunun denkin ile kandak mezmunlarga bilişki tegişlik Kur'an'ın Nezer kılıp Kur'ani fikir nimesida Kur'an'ı merkez kılgan asasda ügünüşünü xalgan bolsaňlar, talep fikirleriňiz bolsa, bolsaňlar bizge eýsaňlar boludu. Biz Mişede ortaklaşymyz dersimizni her haftaning düşenbe günü muşu saatlerde yine sizler bilen yüz görüştürüp ustazlarını birlikte elip manamız Allah'ın özgü amanet, ustazlarıma rahmet, fidailar ikramı köptün köp rahmet. Allah'ın özgü amanet olunlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.